emas biz yoki farishta. O'rnimiz yo'q yerda yoki arshda. Avliyo emas biz yoki farishta. O'rnimiz yo'q yerda yoki arshda. Ko'rishdi qo'yonlar yetim changini, birovlar qilsa bizni surishdi. Ko'rishdi qo'yonlar yetim changini, birovlar qilsa bizni surishdi. Birader soraklarını günü kalman biz Boran köyüge Peygamber kaydedin dünyaya gelir Kümülsek tarımın erkek süyüge Peygamber kaydedin dünyaya gelir Kümülsek tarımın erkek süyüge Erkek su, tarımın suyu Erkek su, tarımın suyu Erkek su, tarımın suyu Erkek su, yurtumның suyu Talas daryosi bo'yidagi ruhdan ilhom elish kerakki, hargizmi Manas daryosi bo'yidagidan emas. Ular Xitoylarni Sharq Turkistondan boshlab qo'g'lab, Saklikinning ichiga tiqib etgan. Assalamu alaykum. Dünyanın her qaysı joylaridagi aziz Sharq Turkistonlik qarindoshlar. Hammanglarning mush vaqtinglar xayrli bo'lsin. Men bugungi Talas To'g'ri taqidishining bugungi programmamizning riyosatchisi Dilyor Musabay. Hammanglarning Talas To'g'riga kelganlarni, ekranimizga kelganlarni qizg'in qarshi olamiz. Bugun programmamizda Shvetsiyada turishliq yosh tadqiqotchilarimizdan xalqaro munosabatlar sohasida izlanib kelayotgan yosh tadqiqotchimiz Nijat Turg'un apandim bilan Xitoy, Rossiya va Yevropa munosabatlari haqida bo'ladigan programmamiz huzuringizda bo'ladi. Assalomu alaykum Nijat Turg'un apandim, programmamizga xush keldingiz. Alaykum assalom, xush bulduk. Sizga va Talas To'g'riga meni bu programmaga taklif qilganingiz uchun rahmatimni bildiraman. Sizga mo ko'p rahmat aytaman. Bugün programımızda qatnaşqanligingizga. Shuning uchun bugun hamda xalqaro munosabatlar to'g'risida bo'lg'ashqa bekmo savol javob shaklida
Başqa sohalar to'g'risidagi bo'lgandek bo'lmasligi mumkin, chunki men biroz fikr bayon qilib ikkimiz biroz soha to'g'risida fikrlarni o'rtoqlashishimiz mumkin. Shunga vaqtimizni ching tutish uchun men oldi bilan temaga udulib kirish uchun sizdan biroz kutadigan bir narsam bor. Ya'ni Rossiya bir qancha yilning oldida nimaga Ukrainaga hujum qildi, harbiy hujum qildi. Endi bu hujumni nurg'un odamlar har xil temalarda tushuntirdi. Bu sababdan qildi deydi, ba'zilar bu sababdan qildi deydi. Endi xalqaro munosabatlarda ancha-muncha bir narsa ko'rdigan hammalarning kallasida bir o'zining bir qarashi bor endi bunga. Shunga endi men sizga bir dastlabki qismini, programmaning bir dastlabki qismini sizga ayırsak, siz shu Rossiya, Xitoy, Ukraina, Rossiya urushi to'g'risida bir xalqaro munosabatlar sohasining bir nazariyasiga asoslanib turib, bu urushni tushundira oladigan bir nazariya bor deb qaramsiz. Agar shunda bo'lsa, bir nazariya asosida Ukraina, Rossiya o'rtasidagi urushni bizga ma nazariya orqali manda tushuna olamiz degan shaklda bir ko'z tutsangiz, ya'ni xalqaro munosabatlarda masalalar qanday analiz qilindi, buningda biroz ko'rurmanlarimiz buni bir ko'rgan bo'lsa, marhamat. Elbette bu nurg'un odamlar xalqaro munosabatlardagi o'xshamagan iqimla o'xshamagan tushuntirdi bu bo'layotgan urushni, Rossiyaning tajovuz qilib kelishini. Ammo eng realistikka yaqin reallikka yaqin o'g'ini ham ahvolni to'liq ikki tarafninki bu urushga qilayotganligining asosiy sabablarini eng reallikka yaqinroq tushunadiganimizni bu geopolitik nuqtadan tushunsak yaxshi bo'ldi deb qarayman. Bo'libmi bu Hertland nazariyasi deb bu Angliyalik jug'rafiyatchi Makinderninki bir tushuntirgan o'tirib qo'ygan bir nazariyasi bor. Ya'ni dunyoninki qalb zimini deydigan, ya'ni Hertland deb uyg'urchalik ham to'g'ri bo'lishi mumkin, bo'lmasa mumkin. Markaziy tuproq desak ham bo'ldi, yo'qmisa. Ashuni asos qilgan holatda dunyoning Yevrosiyo bölgesini dunyoninki asosiy merkez zemini bir yerdeki kim bir yerini kontrol kılsa dünya aranını kontrol kıldı. Dünya aranını kontrol kılsa bu dünya hükümran buldu değil olmuşlar ben emin oturup koygan değil. Aldan katında mesela Nuruddin Şikan Bey bilen Şikan koyduğunda coğrafya takdirini belgeleydi. Bir tema var. Mışın kulaklarını kısa bir slide var diye bir köşesiniz nimeden. Mesela bu birinci şu slaytdaki 13 tane imparatorluk var. Bunların hepsi şu şərq taraftan kelip Yevrosiya bölgesiga hükümran bo'lgan dunyoga hakimdar bo'lgan imparatorliklar, podshohliklar mesela bu 10 imperiyasidan tortib eng oxirgisi Sovet ittifoqiga bo'lgan o'sha Yevrosiya bölgesini, ya'ni Makindir o'tirib qo'ygan markaziy tuproq, ya'ni ana tuproq deydigan Muşu bölgenin kontrol kılışarlığı dünyanın siyasetiga belgiligichi bir hükümranlık rolunu oynab kelgen bunu körüp alaymiz. Endi xaritini açsak bunun da ikinci slaytda texim yaxshi belki göstereyimiz deb o'ylayman. Av qizil turgan xaritini ko'rsanglar bu Makinderning o'tirib qo'ygan umumiy asaninki ana tuproq, ya'ni dunyoning en mühim bo'lgan tuproqi bu yerdeki bu yerning energiya manbasi, bu yerdeki mudofaa, harbiy xarakterli mudofaa qilish, ya'ni shimolda tortib shimol Muz okeanigacha ostiga kelsak, bizning Sharq Turkistonni, O'rta Osiyoni o'z ichiga olgan holatda Himalaya tog'larigacha boradi buningki. Ma tarafi Xitoyning ustidagi Mo'g'ulistonni o'z ichiga olib, o taraf g'arb tarafi bo'lsa nimaga boradi? O'rta Şərqi Avropa tərəfçi baradı bu nəslə. Bu yandan izcil yakınki 2000 yıl ətrafında izcil dünya hakimləri olan güçlər, imparatorluqlar bu rayonuna kelib izcil qələbə təhdid qılıb gelirik. Rusiya mı bu Sovet İttifaqından qalan parçalanğandan keyin şəkillənən Rus ulusuna asas qılgan bir dövlət ulusu bilan 17 dövlətə bölünən uşaq, yəni başqa dövlətlər. Ukrayna hem de şu tuproqning ichidagi muhim geostrategik ahamiyatga ega bo'lgan
mühim bir devlet. Bir yerde elbette enerji menbaası olsun, denizge içiliş noktası olsun, Rusya'nınki bexaterlik üstün olsun, Ukrayna'nın ait mühim. Hem de bununla karata NATO'nunki izchil şekilde Şərqi Avropadakı devletlerini özünün əzası qılıb qoşub edişi və Ukraynanı hem Avropa İttifaqıga hem NATO'ga əza qılıb alımız degan bu tirishchanlik bilan Rossiyaniki xavfsizlik signalini yandırdı yani. Yani özünün tuprağını bunlar çoğun devletler öz tuprağının çigrasından emas, belki qo'shni devletdeki ahvollardan tatib özünü qo'g'dab kelgan bo'lg'achqa Ukraynanın NATO'ga kirishi deganlik bevosita NATO bilan Rossiya bevosita chegaralanadigan bir holatga kelib qoldi degandim. Chunki NATO'ning yaratilishininki o'zi bu yerda yaratilishining o'zi ayni vaqtdagi Sovet ittifoqiga qarshi Sovet ittifoqi boshchiligidagi Sharq paketiga qarshi qurilgan bir harbiy qurilma bo'lg'achqa bu NATO'ning Rossiyaga bevosita qo'shni bo'lishi Rossiya bexatarligi uchun cho'ng bir tahdidni paydo qildi. Rossiyadek ve bunda bir çoğun imperial çoğun devlet bu bevosita NATO bilan qo'shni bo'lishi u yerdagi Ukrainani yani bu ana tuproqninki eng muhim organi bo'lgan bu Sharqiy Yevropa tuprog'ini Sharqiy Yevropadagi Ukrainani bevosita o'tkazib berishi bu Rossiya uchun cho'ng bir xavfsizlik tahdidi va energiya jihatdan bu nurg'unlagan cho'ng mag'lubiyat bo'ldi. Uning ustiga dengizga ya'ni Qora dengizga ichilish sababli bu Rossiya uchun cho'ng mag'lubiyat tahdidini shakllantirdi. Shuning uchun Rossiya bu yerga aldı bilen 2014'te Kırım'ni, onun dikin 2022'de NATO'nun tehdidi küçeygendikin Şərqi yetkiliş tirişçanlığı bu Ukrayna'ya besip girdi ve uruş bugünkü kadar 2 yıldan beri devam kılıvatıldı. Yani bu yerda men bir aniq qilib o'tay. Yani Rossiyaning Ukraynaga besib kirishining sababi NATO'nun Sharqiy kengashi, yani Ukraynani NATO'ga olamiz deganligi uchun Rossiya NATO bilan bevosita qo'shni bo'lsa tahdid bo'lganligini his qilganligi uchun hujum qildi. To'g'ri. Tamam. To'g'ri. Undaq bo'lsa bu bakka slaydda bu xarit to'g'riliq tushuntirgan narsa bormi yoki xatlarning davomimi? Xatlarning davomi bu yerdagi shu Sovet ittifoqi davridagi birisiga qarsak bugün Xitoyninki nemisini ko'ralaymiz masalan bir yo'l bir bag'al 6 liniyalik Xitoydan Beijingdan tortib Xitoy tuprog'idan tortib Sharq Turkiston kesib o'tgan va 6 yo'nalishli quruqliq andan keyin dengiz yo'llari orqali Afrika shimoldan o'tkazib Şimalımız okyandan tatib unda ekilib bütün bu Yevroasiya quruqliqini yani eng markaziy quruqliqni ticari, iqtisodiy jihatdan o'ziga bog'lash va bu orqali dunyoning eng cho'ng bir kuchi bo'lishining planini ko'ralaymiz bu yerda. Agarda Xitoy bu planni vujudga chiqara olsa bu endi dunyoga hokimdor bo'ladigan bir kuch bo'lganligi hammamizga aniq bo'lib ketdi yillardan buyon. Siz mi çıkıştırdınız bu doğrusunda? Ama bu yerdeki ekmekke dikkat kılışka arziyilgan nokta bu ana toprak yani Orta Asya'nın asas kılgan, Euro Asya bölgesi, bugünkü Kavkaz rayını asas kılgan, onun koşulgan aletki Şərqi Avrupa'nın asas kılgan bu rayon naitin mühim rol oynayın. Kandak bir imperiya, abaytankı birinci resimli göstergenimizde 13 tane imperiya Muşu Şərqdən kelgan holatda Yevrosiya bölgesini kontrol qilgandan keyin Muşu imperiyalarning hozir rasmini ko'rganimizdek hammasi degidek Şərqdən kelib g'arbga ya'ni bugungi Yevropa tuprog'iga tahdid shakllantirdik va dunyoning hokimdor kuchi bo'lib bu imperatorliklarniki hammasi. Bugun Xitoyniki xo'sh. Ya'ni mushabbir kelsa, ya'ni bu yerda 13 imperiya deganda birinchisi G'ullar Türkler, Hazarlar, Araplar, Selçuklar, Mongollar, Timurlar, Osmanlılar, Sefevitlar, Ruslar degandek. Yani hazır sizning mushu tarixdagi mushu imperiyalarning qig'inidek mushu Xitoyning hozirgi bir balvoq bir yo'l siyosatining, bir balvoq bir yo'l planining quruqligi bir balvoq yanala shu makinlarning xatlan nemisiga yanılı tushidi
demoqchisiz, ya'ni shu nazariya. Albatta, Xitoy biroz buni qarasak bu xaritadagi kengayishda Xitoy buni Makinderning nazariyasiga, ana quruqlik nimasiga bunun ustiga ikki dona narsani qo'yuqliq masalan. Biz Yevrosiyoning quruqlikni egallashda 6 dona poyez yo'lini ko'ramiz. Onundan başqa astida köksüzlük bilan sizilgan rayonlar var. Bunu Amerikalik yeni bir political science siyasi nazariyeci oturuq Spikeman deb bir adam var. O oturuq koyganda şu ana tupraqның sirtidagi dengizga etilgan bir tupraqlar var. Şu O'rta Sharq bo'lsin, Xitoy dengizi bo'lsin, bugungi Hind Tinch okeani bo'lsin, bu rayonlardagi köksüzlük bilan sizilgan dengizga etilalaydigan tupraqlar orqali ana tuproqni qo'g'dash deydigan bu ikkinchi nazariyani Mackinderning ustiga qo'pirib qo'ygan bu odamcha. Ondan keyin uchinchi narsa Xitoyning Shimoliy Okeandan o'tkazgan bir qizil liniyani ko'ralaymiz Rossiyadan aylanib. Yani bu dengiz nimasi bilan kengaygan bir xaritani ko'ramiz. Buningda Xitoyning Amerikalik dengiz askari generali bo'lgan Mahanninki dengiz quvvat, yani imperial kuchlarninki dengiz yo'li taraqqiy qilgandan keyin imperial bir çoğun imperial güçlüğümüz değil ki güçlük bir deniz armiyasının buluşu ve denizga hakim buluşunun nazariyesini koydu ve bunun asasen Amerika özünün iki tarafındaki okeanda her daim kalsak aşağıda tesir gücü iyi bulup turuşunu koydu. Mesela Amerika'nın Avrupa olan tesirin özgür güçlü tutuşu ve bugün günde Şarkı Asya ve Şarkı Cənubi Asya'da özgür güçlü tutuşu ve Amerika'nın yemisini göreyim. Xitay mı? Muşu üç nazariyeni birbirinin üstüge kurgan alette Şərqdən tatib qəribcə kengiş, bir yerdə ticarət və iqtisad, onun başqa bununla ilişkilən siyasi və diplomatik və əskeri üstünlüklərinin həmmisiga erişməkçi bir yerdə. Təbii ki, bu erişkəndə bu yerdə dünyanın bugünkü siyasi temponluğunda bir özgürlüklər buluşu təbii ki, görünüb durmalıdır. Endi bu daqı rəsmdə məyədə yer şarı istisinin təsirdə şimaldan içildiğən yeni deniz yolu xəritəsini beribsiz. Bu mu həm də Xitayın Amerikanın bu çemberlerden çıxış üçün bu mu yəni bir hayatlıq yolu olub qayılıvatıdır şimaldakı kök qiyniqsızaq. Bu həm də Xitay üçün bir xatlərinin şimaldan aylanğan yəni bir fürsət həm də. Çünki bu İşkin Üniversitesi'nin ki galiba hukukçu devletleri Amerika digende kabay denizga hakim bulduğun bir küçük imperial devlet buluştun. Aslındaki Şarkı Asya'daki bu deniz yollardaki bir xatarlikni Amerika üstüge ağam boğaşka. Xitay bir yandan eğer özünün ticaret paraxutlarını manguzmen deydi ki çoxum Amerika'nınki közüge qaraşlanmadı. Xalqan vaxtı toq tutuş ne qılıdı? Yani Xitay bir yerde qarasaq iki tane kanalını qezdığılıq. Birisi Pakistan'dan ütüp, yani birisi Tayland'dan ötken kanalını. Ama bu yeterlik emez. Yani havanın ısısıyla sildigende Japonya denizden ütüp, Rusya'nınki şimaldan ütüp, Arktik yani bugünkü gündeki şimalımız okyan denizden Avrupa'ya bir vasıtadan yeni bir katnaş yolunu, ticaret yolunu açmaktır. Bunun nurgunluğun Xitay için, Rusya için epkildiğin paydaları var kemesi, yetkildiğin mallarının vaxtının qısqırışı, çıkımının az buluşu degəndək. Onun sırf yeni bir nəsə bu yerdəki Şimalımız Okeanda gayet zor miqdarda içilməyən təbii qaz və neft maddəsi var ki. Üçüncü nəsə Xitay bir yerdə məsələn nəhayət keng köləmlik bir Rusiya ilə əskeri həmkarlıqda kirişatıdı. Bu yerdəki bu həmkarlıq bivasitə Xitayının Amerika quruqluğu, Amerikanın məsələn Alyaska ştatıga uzaq mesafelik askeri nimelerini, zembereklerini itişka bir kolaylık bir şaraitini yaratırken hesap desek hem enerji cihetten hem ticari cihetten hem askeri cihetten bu Xitayga bir üstünlük kazandırılan bir yol oldu diken bu. Yani hazırki bu bir belbaq bir yol anadikin Arktik'ten yeni bir şimaldan yeni bir yay dep buna bir belbaq bir yol bir yay desek hakikaten dünya iqtisadi zincirinden Amerika'nı İngilizce irrelevant deydi yani Amerika'nın münasebetsizlam qilib etalaydi eğer bu strateji əməlləşsə. Şunu bunu yani Heartland nimesi bilen düşündürdünüz. Ona köp rəhmət. Endi biraz suallara ötsək, menimçe Hoş. Endi bu nimi bilen bu Rusya bilen
Ukraynani o'ziga NATO a'zo qilib oladiganligini tahdid qilib hujum qildi dedingiz. Buningga birinchisi biraz askeriy narsadan birini so'ray. Ya'ni bu Rossiya avval hujum qildi, undan keyin bu oxirsida Ukraina va yaqinda Rossiya territoriyasining ichiga hujum qilib kirib, Kursk degan shaharga kontrol qildi. Endi bunun da sizning qarashingiz, ya'ni bir kuzatuvchi bo'lish sifatingiz bilan bu urushning, ya'ni Kurskdagi bu Ukraina kirgandan keyin urushning ahvoli qanday o'zgardi deb qaraysiz? Aldığından bir Kursk'ninki bir ehemmiyeti var. Bir toprak Rusya üçün aslında bir yadro kuralları işlep çıkarılan bir baza. Onun da sırf Rusya izcil bu Kursk'taki neft, tabii gaz kanalları bilen Ukrayna'ga bugünkü kadar bu Avrupa'daki bazı devletlerge gazını açla satırlıkça ve Ukrayna'ga $2 milyar tölegdik ki. Ukraynalıkla Rusya iki bölgeni kontrol kılıp besip turvatkaşka şikerim jildim buyan. Bu yeg hücum kılıç arkalık birge Rusya askerlerininki özgü küçüytüvatkan harbiy operasyonlarını acizletiş ve dikkatini buraş. Anandikin bolsa Ukrayna tuprukdaki Rus askerlerini yetkilişki mecbur kılımız bu arakalık bizninki karşı turuşumuz güçlendiği deydiğen bunda ideya bilen kınalıktı. Rusya mı? Endi bu yerde neyim için tatkızıp koydu için daha bir güçlük çoğun devlet deydiğen bir sual çıkıdı için. Elbette Rusya müdafiada bunu oylamagan bo'lishi mumkin. Ama Rusya karşı turmadı bir yerde besip kirganini qarasak, izchil chekinishga boshladi Rusya. Dastlabda berib o'tdi bu tuproqni, keyin hujumga o'tdi. Ya'ni Rusya tuprog'ininki eng cho'ng alayligininki birisi Rusya tuprog'iga oid kengri ve hem uzun hem kengri. Bununla qandaq bir imperial devlet hücum qilib kirganda, mesela Çingizxan olsun, Napolyon olsun, Hitler olsun, hemmisi Rusya'nınki bu kengri tuprog'ida besip nayti tez keraklik oxiri bo'lganda bu askerninki ilgirilishi bilan askerninki ta'minotini bu taşıydigan logistik narsalar var. Bu yetişemeydi. Onun üstü Rusya'nın bu tuprog'ininki qatnash muassasalarininki yaxshi ma'nolishda bir masala var mesela. Çünkü G'arbiy Yevropadagi mesela tez taraqqiyot mumkinlik ayni davrdagida. Şunu mesela Hitler'in ait tez ilgilgen Germaniya armiyasi Rusya kelganda pitib qidığılıq bir yerdi. İlgiliş bulağılık hem uzrap kiteglik düşman bu Germaniya armiyasının küçük xoraqlıq. Mesela Ukrayna mı bunu bilgeçke bek aldığı ilgiliyemi aşağını saklagan halette kelgisi de bir uruçluq tutuş nimesi bop qalsa kelişimi bunu karşı işiltimizgen halette bestirib oturdu. Ama Rusya'da bir küçük armiyası var devlet karta. Bunu Ukrayna armiyası uzun alanmaslığı mümkün. Tuturamazlığı mümkün. Yani Rusya bunu belirtip belki de qarayman ben bunun için. Yani düşmanlık gücünü korutuş. Tamam, o deyinizdek o Hitler mi, Napolyon mu emisi kirgan vaqtida kirib chiqqan vaqtda için ish qo'ldir aslam Rossiyaga. Bu fikringizga men qo'shilaman. Undan keyin bu nimada askeriy jihatdan chiqsak hozirgi nimada mesela Biden bu Rusya'nın Ukraynaga hücum qilishida shu vaqtida urush bo'lmamdi deganda Biden nayt miki gaplarni qilib endi Ruslarning bu yerga kirishini maqsad qilsa to'simidi va yeşil chiroq yoqib berdi. Undan keyin bu Ruslar kirgandan keyin hozirgi ahvolda hamda Bidenning taza ichidan chaq ketishga boshlagan NATO'ni birlashtirganini ko'rdik. Bu şu Rusya tehdidi orqali. Hamda hozircha u davrda unda bo'lgan bo'lsa, hozircha biz askeriy jihatdan o'ylamasdan geostrategik nuqtada o'ylagan vaqtimizda qaysi taraf ustunlikka erishdi hozirgi ahvolda? Menimcha bugün Rusya bu urushni qozonadi deb o'ylayman. Chunki Rossiyani bilan urushga kirish orqali xo'ratmoqchi edi iqtisodini. Va bugungi G'arb dunyosiniki Rossiyaga berayotgan jazo yo'nalishini, iqtisodiy jazolarni ko'ryapmiz, ama Rossiyaning iqtisodiga qarasak, aksincha üsüvatı mesela teraqqiyot. Chunki Rossiya urush davridagi askeriy sanoat iqtisodiy sistemasiga kirib oldi va bunun da Avrupa mesela tayyorliqsiz bu narsaga. Agar urush sharqqa kengayib qilib, Sharqiy Avropaga, O'rta Avropaga kengaysa, Avropaning ishi chatoq. Ya ben magipimizga ben oqsoqollik qilman.
Xo'sh. Ma'nosi nurg'un odam sal qaraydigan narsa. Ya'ni Rossiyaning urush davridagi iqtisod holatiga kirib bo'ldi degan nuqta bu bir muhim nuqta. Ya'ni iqtisod dunyoning ikki xil ko'rurmanlarga bir ozroq tushuntirib o'taymi yerni. Normalda dunyoning ikki xil holi bo'ldi, ikki xil modi. Birisi tinchlik yillari, birisi urush yillari. Tinchlik yillarida bir xil iqtisod bo'ladi, urush yillarida urush iqtisodiga o'tadi. Shuning uchun hozir Rossiyaning garchi iqtisod chekindi yoki qanday xil deganlar eng muhim narsa urush iqtisodiga kirish. Ya'ni ham urushib turib, ham iqtisodni davomlashtirish bu davlatning haqiqiy kuchini ko'rsatadigan narsa. Buni haqiqiy immunit kuchini ko'rsatadigan narsa. Bazg'anni urdigan vaqt. Shuning uchun nurg'un davlatlar ko'rinishda kuchlik turgan bilan urush iqtisodiga o'tish jarayoni vaqt olishi mumkin, g'albilik kiramasligi mumkin. Nurg'un davlatlar shu o'tish jarayonida mag'lub bo'lishi mumkin urush iqtisodiga. Ya'ni bu cho'ng masala. Shuning uchun hozir Nijat Turg'unbayning degani Rossiya urush iqtisodiga o'tib bo'ldi deganga 3 dunyo urushi chiqsa-mu Rossiya iqtisodini shunga akab bo'ldi, tanshab bo'ldi degan gap. Shuning uchun bu intay muhim nuqta ko'rman qarindoshlar, buni bir izoh etay dedim. Xo'sh, agar davom etsa Rossiyaniki yana bir alaylıqi, masalan, o'z-o'zini bu ochliq bilan ta'minot qila oladigan eng chong dunyolik ochliq eksport qilgan davlatningki birisi. Masalan, anonki ikkinchisi energiya manbasini aytdim, o'z-o'zini xamdab ishim taqilgan davlatmi. Ama Yevropadagi nurg'un davlatlar, masalan, O'rta Sharqdagi davlatlarmi Rossiyaniki ochliqiga majbur. G'arb Yevropada ko'rdik masalan, energiyani birga kesganti, ular qiyinchilikda o'ydirdi, insonlar ko'chib chiqib ketdi masalan. Bugungi kunda g'arb yordam qilamiz deyotdi, ammo g'arbnikida o'rtaq bo'lmagan bir chechanog'liqni ko'ryapmiz. Zaten Yevropa ittifoqi bir jismdek, ama 27 tane kallası var bir siyasi bir organ bo'lg'achqa 27 kallaning 27 tane menfaati olur demişsin ki devlet menfaati, ulusal menfaati. Buna bağlı bir ortak nimini tapmaktadır. Çünkü Rusya bilen kısmen devletlerinin münasebetleri yaxşı, ulardan tipşidiğen ve Ukrayna'nın kollaydığı bir işgalde bir nimisi yok. Menfaati yok, menfaati kiladiğen iş yok. Buna bağlı Avrupa İttifakı'da yardımlar kilovatı ama parça kilovatı. Hatta Amerika'dan kilovatkan yardımlar mı? Küçük geldi bir. Anakin kilovatkan yardımlar mı? Parça. Bunun körüp algılanan bir nokta var. Yani yardımını kılavatkan devletlerde ortak bir birleşlik yok. Yani hemmisi özünki Ukrayna askerlerininki Rusya'nın xoritiş için ölüp kalmagan derecede bir berivatı, yani parçadan beripten bulan hayat kaldırıvattan deyik. Ama bu neyse kaçangıcı nimge aparalaydı uzun mezgillik sicil devam kılalandı degende bu test buluşu mümkün. Çünkü Avrupa'nın özünün içinde nurg'un devletlerindeki iqtisodiy chekinish, energiya manbasida qiyinchilik, uning ustidan Xitoy bilan qo'shilib, bu yerdagi tijoriy yirikchiligida hatto Amerika bilan bog'liq. Nurg'un qiyinchiliklar ko'ryapti. Bu uzun davomlashi test bo'lishi mumkin. Hatto Amerikaning saylami bunga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Trumpning degan narsada bu yerga urushni yordamni to'xtatishi mumkin masalan. U chog'da Yevropa yolg'iz bu Ukrayna askarlarini hamda kılamaydıgan bir narsa oldu. Bu şeyge münasebetlik. Yani Trump dediniz, Trump çıksa menin karışım şu, yani Trump çıksa belki Ukrayna'nı koştanaklaşıyla seti ötüşü mümkün dep qarayma. Hem de nimige bu şeydeki yani bir nokta bu Rusya'nı acizlitimiz ve özümüzge beqin davlatga akilimizde bu urushga so'rab kirgan bo'lsa Biden bunun kutilmagan natija shaklida o'zi o'ylamagan yerdan Xitoyga yaqin qilyaptimi yoki Xitoydan ayrilanmaydigan shaklda Rossiyani Xitoyga beqin davlatga akab qo'ydi deb qaraydigan ba'zi analizchilar bor. Siz qanday qaraysiz bu nuqtaga? Men bu fikrga qo'shilaman, chunki ikkisiniki tijoriy sommasi 2022 bilan 2023'ning oxiridagi hisoblagan narsa qarasak, favqulodda darajada ishliq. Mayli qaysi tijorat olsun. Ama ki yeni bir nokta Rusya satamayotgan energiyasini, G'arbdan kesken energiyasini Xitoy bilan Hindistonga setyapti. Bu Xitoyni ham Hindistonni kuchlantiryapti. Azan energiyani olish orqali hatto buni 3-qo'l orqali Yevropaga setyotgan narsalar qimmatbahoda masalan. Bu ziyon o'zligi. Andan keyin ikkisiniki Xitoy bilan Rossiyaninki harbiy hamkorlik narsalardagi bu cihetki narsalarni kuchlantirib qo'ydi. Siyosiy jihatdan albatta bu kuchayishga boshlagandi. Ama hatta Rossiya uchun chataq bo'lgan narsa nima deganda ikkisining
Xitay ikisininki o'rtasidagi munosabatda burun biraz paralel holatda Xitoy nisbatan kuchli Rossiyani da mangan bo'lsa, endi Rossiya Xitoyga darajadan tashqari bir bekinib qolgan bir munosabat bor. Normallikdan eşib kelgan tamponsizlashgan bir munosabat bor. Ama Rus bunga mecbur çünkü sirtidagi xalqaro vaziyat bo'libmi Amerikaning boshidagi g'arb davlatlarining Rossiyaga tutgan bu muomalasi Xitoy bilan Rusni o'rtaq bir yerga kelib qo'yotdi. Bu Amerika xohlamaydigan narsa. Aslida Amerikaning shu realistik qarashlari Rossiya bilan bo'lgan munosabatni Xitoydan yaxshi tutishimiz kerak deb bu maslahatni bergan emaslar uchun. Ammo buni qilmadi. Thanks to Biden. Biden'ga rahmat yani. Men ona gümüş medal nisip oldum ben Amerika tarixidagi George Bush'tan qalsa eng berbat prezident. Rahmat nimangizga, javobingizga. Undaqda budaqi savol bundan keyinchi, mesela Trump chiqsa, balkim Rossiyani o'ziga tortish uchun nimani Ukrainaning hatta setishi mumkin qo'shdan aqlashida Ukrainada yuz o'rishi mumkin. Ama Xitoy bilan Rossiyani ba'zilar deydi shu ya'ni Xitoy Rossiyaga asli tahdid deb qaraydi. Bu mijaq sharqdagi nüfus az yerlarga. Hatta u yerga bir shahar qurdi-ku Ruslar Xitoyga qarshi 900 ming nüfus yetkazib kelib qiryapti. Şu Xitoy bilan Rossiyani oxirsida bir-birisiga dushmanlashish, oxirsida nima qilish ahvoli bilan Rusiyaning Xitoyga beqinib kelib, unda qarshilashishdan voz kechadigan ahvoli ikki ehtimollikning qaysi 51%, qaysi 49%, qaysi ehtimol cho'nroq deb qaraysiz? Amerika buningda albatta ichki omillar bor, o'zlarining davlatga muqimli iqtisodiy taraqqiyotga yo'nalishgan. Bu narsani nima qilmay tursak, qaramay tursak, tashqi dunyoninki Rossiyaga tutayotgan muomalasiga bog'liq deb qarayman men. Çünkü qancha Rossiyaga hujum buningga bo'lgan dushmanlikni qancha oshirgan sari Rossiya Xitoy bilan birlashishga majbur bu yerda. Ama bu yerda ikkisining munosabati Xitoy bilan Rossiyaning ikkilik munosabatda bir tamponsizlashayotgan narsa bor. Hem bu mayda Rossiyaniki olsun, mayda Xitoyniki olsun bu siyosiy xalqaro munosabat analizchileri ikilisi bir-birini davlatlik xavfsizlik algı deyimizga tushunisi. İkilisi bir-birini en çok tehdit deydi özünki uzun mezgil içinde. Çünkü bularning gerçi tırnak içinde hal qilib bo'lgan bir chegara masalasi var ama Xitoy buni izchil urg'ulab kelyapti. Bu tuproq biznikiydi. Biz bu tuproqni qaytarib elib kelishimiz kerakdir. Hem Xitoyninki bu nüfus yetişim narsalarga qarasak, hareketlerge Rossiyada hozir bugungi kunda 600 ming Rus nimasi borki. Xitoy etnik bilan kelgan Rus fuqarosi. Kelgusi Rossiya prezidentida bular hal qilib rol o'ynaydi deb shunday qaraydi emaslenchu. Ana kim bu yerga kirishi Yevropa tashlab ketgandan keyin Xitoy shirkatlarining bu yerga kirishi va monopoliyaga erishishi Rossiya siyosatchilarining albatta norozi qo'zg'algan ama bu munosabat majbur. O'tir mezgilda agar Yevropa yaxshilmay munosabatini izchil shu urush davom qilayotgan Yevropa dushmanligiga davom qilgan ahvolida Rossiya Xitoy bilan yashashga majbur bo'lishi mumkin. Ama Yevropa masalan Amerika Rossiya bilan bo'lgan munosabatni o'ngshab normallashtirishga kirishsa, ish bo'lmasa Amerika Xitoy o'rtasidagi raqiblik munosabati Rossiya aralashmasimi ko'zini qisib bitirab o'rinda turib bu urushdan foyda olishga kirishishi mumkin. Ya'ni Rossiyaning Xitoy bilan bo'lgan ya Xitoyga beqinib ketishi yoki kelgusida Xitoyni tahdid ko'rib uningga qarshi tadbirga o'tishi G'arbning bu Amerikaning Rossiyaga qanday muomala tutishiga belgilaydi deysiz. To'g'ri. Tamam. Ya'ni realizm hikmetiki Trump'daki adamlarning ve tadqiqotchilarning texnik kuchlanishiga duo qilayli yani bu noktada. Çünkü siz degandek bu realizm bilan bu liberalizmchilarning asosan mening qarshimda bu liberalizmchilarning bu globalization degan narsa bu arzu, heves, hamma narsa
soğuçuluş asasiyetin bir taraf buluvatı demde realizm qaytadan qaytib geldi. Yani ulusal menfaat üçün bu qanchalik yer şarılışıp ketsekmi hamını uruş ihtimali nölden yuqori hamını buluş ihtimali var deganlarni zangli qiladi bu globallaştık iqtisodlar o'zaro ishchi kirkatdi nima urush deydi. Hatta yadro qurol va atom quroli va shuning uchun nima urush deydi ama proxy urushlar boshlanib bir yerga mingyotidi. Shunga mening endi yana bir savolim, agarda hozir dunyo ikki tarafga bo'linish hadisi bor. Xitoy bilan Rossiya bir taraf bo'lsa, Amerika va qo'shniqchi demokratik dunyo yana bir tarafda. Undaqda sizcha bu bo'linish tamamen bo'linib bo'ldimi? Yani tamamen devletler iki tarafga o'tib bo'ldimi yoki qarorni bermagan devletler oyoqqa oyoq o'tishdi, endi bo'lmagan devletlar bormi? Xo'sh. Bence bu bölünüş başında oldu bu. O yetkilik Xitay'ın uzun stratejisi ya Amerika'nın Trump'ın 12. Yeni Amerika'nın xavfsizlik stratejisi oturtursan bir raqabat başında olan bölünüş şu devletin başlanğan dedi. İki kutlu bölünüş. Bugünkünde Xitay'ınki şekillendirip atkan yakın Rusya'nın yeni İran, Matrep'tin Şimali Kore, anadaki cennetteki mesela Afrika devletlerini yine gelişi, anadaki Orta Şerif'teki devletlerine gelişi. Hatta vakti gelse bir Türk'üm Latin Amerika'daki Amerika üstünden bağlayıp giden devletlerine yine alış mümkün. Yani Amerika nerede ezgen halk ve devletler olsa Xitay bunu yeni gelişi mümkün. Bunu Afrika'daki devletlerin kanıkini bilin körüvatımız bugünkündeki Orta Şerif'teki İsrailiya'nın kılıvatkan çok hatalıklarını körüvatımız Xitay bu yerdeki Amerika'nın hata siyasetlerine nait yaxşı faydalanıp geliyordu. Ama bu bütünlüğü belgelenip ilaki devletlerin çok ilaki talap olan devletler tek yok ilaki onlar devletler mi var? Türkiye meydan elan kılmalı. Bir taraftan karşılaştık BRICS'ki krimenli altın kesekleri devleti krimen de vardı. Bir taraftan karşılaştık Avrupa İttifakı'nın Turuluk ve NATO'nunki mühim azası. Eğer kırısı bir yerdeki tempo kadar bulundu mesela. Türkiye kayıtsız şekilde paylaşılması mümkün. Anadaki mesela Endonezya degen devlet var. Bu mühim bir devletlerinin birisi. Kelgüsüdeki çok iktisadi güç buluşu mümkün. Bulan ama Xitay bilen münasibet yaxşı, ne bilen münasibet yaxşı mesela Vietnam var mesela. Xitay'dan ait yaxşı ticaret kılalık ama xavfsizlikte Amerika'dan kılık. Bular bambuk diplomasiyası da bir derste kilovatdı. Ama görmezler bu devletlerinki policy akıllı bulup uçuşlarına girgenlerde devletler oturmuş münasebetleri özgün aitiz aynen kararlarlık görünüşlerini görerek. Evet, tamam. Sizin signalınızda biraz kesiliş buldu. Azırak sözlerde. Ama Türkiye tehi tallap olan mı dediniz? Meykaç tarafı turlarını tehi bekitme dediniz. Bekitken devletler var dediniz. Hazır Endonezya doğrusu da mı toxtalınız? Ya, Endonezya hakikaten en çok Müslüman nüfus kıyıge. Hatta Müslüman devletlerinin rehberi demesi ornunu alalaydıgan nesli devlet Saudi veya Türkiye mesela Endonezya'da şu potansiyel var. Endonezya'da çünkü onun coğrafyası dediğimizdeki ornu nurgun hem de coğrafyalik acizliklerim var elbette biraz Endonezya bizge yakın başka biraz onu kırıp koyayım. Bu Endonezya'nı dediğimizde hazır taraftarlığımı dedim. Avustralya'nın bexatarlik, xavfsizlik programlarında Endonezya'nın ait çok tehdit algısı var yani. Çünkü biz ne dünyadan Avustralya'nın dünyadan denizin kesip alaydigan devlet coğrafya nüfus etganda Endonezya hemdi. Yani şu potansiyelini cari kılıp şuya yitelemdi olan ayrı mesele. Unda hazır Orta Şerik meselesini dediniz. Biraz uyagim kireylim bu bugün Rusya ile Xitay'ın asası tutaylı degen tok. Ahirki 20 minutlik vaktimiz kaldı. Bu vakitte biraz Orta Şerik'ni hazır siz mi açtınız? Çünkü İsrail'e bugünkü münasebetimiz, bugünkü temimizde münasebetli kaldı. Rusya'nın her bir basısını orada. Hem de siz Xitay, Rusya, Avrupa'ya koşup hem de Xitay, Rusya
İsrail'e münasebetlərdə bu, yəni bu neymiş oldu bu Rusiyanın bazısını uruşu bilen hem de yani Amerikaga bu senin düşmanlarınga men manda qilman deb bu texmi Ruslasa ayak tutursa da atamdı yoki İranның atkan bombalarını Rusiyanın qolu va deb qarashqı bir qitimliq intiqam olishmi ve bu O'rta Sharqda Rusiyanın aerodromini urush nima ma'noga keldi, yani bunu qanday tushunamiz? Bu Rusya zaten bu Arap Baharı'ndan keyinki bir O'rta Sharqda bo'lgan bu urushlarda izchil pardaqsda o'ynab kelayotgan, hatto askeri bazıları, armiyaları O'rta Sharqda joylashib bo'lgan bir davlatning birisi. Bugun Suriyada kuchli Nemsovati askeri bazıları, askerleri uchun bir yerde Amerika bu O'rta Sharqda bo'lgan muhim askerlik chekindirish askeri üstünlükti. Ama bu urushdan qarşısında Amerika o'zidagi oyoqlarni qaraqtirib keldi. Hata olsun gerçi İsrail'ni qo'llayapti. Yani Amerika'nın berbat qilgan va e'lon qilgan bir siyosat kirdi. Endi bu yerda Rossiyaning aerodromining urushni men ko'rgan tadqiqotlar logistik e'lon qilayotgan qurollarni kesimizde qildi degan men ko'rdim. Shuningga yaqinroq ko'raman. Ama bundan keyinki qanday bildirdi? Bu narsaga qarshi bo'ladi. Rossiya qanday ifoda bildirdi? Ha, bo'ldi. Ovozunuz endi yaxshi bo'ldi, biraz kesilish bo'ldi. Signal biraz qizilib qoldi mening ko'nglimda. Tamam, yani endi buningdagi Rossiyaning inkosinin qanday bo'lganligi dedingiz. Uningda tamam. Endi zaten bu O'rta Sharqqa hozir biz Rossiya Xitoyda bu masalani temini ochgan bilan bu O'rta Sharqdagi bu o'zgarishlar, chaqirg'u, patlashlar o'bola bo'lib, xalqimiz buningga ait qiziqdi hamdi. Bu yerga ham da oxirgi vaqtimizda azroq kirib o'taylik, chunki xalqimiz shu temaga qiziqdi. Yani ama qanday qaraysiz? Yani İran meselesi Amerika'nı bu İsrail'e tutup kelib İran'a ursa, İran'ı buzishga urib kirsa deylik hamdi. İsrail'ning eng yaxshi F-35'larining o İran'a berib, uni bombardimon qilib qaytib kelishga range deydi, musafisi yetmeydi endi İran'da urushga. Yani uni ursa Amerika uradi, yani İran'da. Hozir endi urushning ikki xil yo'li bor, ya havodan urgan yetmeydi. Quruqlikdan kirish kerak. Livanga mı hamda quruqlikdan kirimizda butunji İsrailning talafetleri başlandı. Şu bu İran meselesi şu. İran bilen, yani bu Rusya, Xitoy, İran hozirgi bu İsrailning bu nimani Amerikani İran'a mana bir urpa buni degan shaklda bu urushga majburlash uchun hamma ishni qilyapti. Bu noktada sizning deydigan qarashlaringiz. İran devleti bir özgürlükçe ega bir devlet. Gerçi özü tupraqı etrafı Müslüman devletlerden bo'lgan bo'lsa-mu, ama bununki ta'siri etrafdagi hamma devletlarga, ko'pincha devletlarga İranning qo'llaydigan bir jamoat, bir askeri guruhlar bor-ku, masalan. Bu İranning ta'siri yolg'iz İran tuproqida emas. İran urdi deganga bugun nimani ko'ryapmiz, masalan, Liviyada, Libanonda masalan urush qilyapti, masalan. Çünkü İranning orqada pardaqsi İran o'ynaydi. Hizbullahning nimani ko'ryapmiz, masalan, Falastinda mu o'ynayotganini ko'ryapmiz, masalan, Yamandagi nimalarni ko'ryapmiz, masalan. Çünkü Amerikaning, Angliyaning Hutilarini ko'ryapmiz. İranning kuchini faqat İran tuprog'ida emas, bir rayonlik bir kuchini nazardan saqit qilmaslik kerak. Agar İsrailga rasmiy askar kirgizib bunga urushga nim qilib qolsa, o faqat bir tuproqda emas, nurg'un yerlarda bir urushga kirgizishi mumkin. İsraildagi askari nimasi odam soni cheklik bo'lgan, ama taraqqiyot nimasi yo'q texnologiya ega bo'lgan davlat aldirab kirmasligi mumkin. Chunki bu ikkisiniki mavjudligi, bu ikkisiniki dushmanligi atrofga o'zlarining ittifoqdoshlariga yoki atrofdagi davlatlarga o'zining bir-birini chaqalaydiganligiga asos bo'ladigan davlat. Masalan, İran deydi, necha kun man 2 kun nomyon deyapti. Biz bütün İslam dünyasına vakaleten nimelerle urush qilyapmiz deydi İsrailiyada.
Hatta Afganistan'da mı nimaga chaqiribdi bizdan kelib, biz birimizni birga urush qilinglar deb. Amaliyotda buning haqiqiy islomiy musulmonlarniki vakil xarakterimi desa, yo'q. Bularning dardi o'zining diniy qarshiligi mazhabimizni taqitish qo'ydi bizning ta'sir kuchini taqit. İsrailya bu İran'ı bana qilish orqali o'ziningki Amerikadan g'arb dunyosidan oladigan yordamlarni o'ziningki mavjudiyatini, o'ziningki xavfsizlik siyosatini izchil tik tutib kelgulik. Bu ikkalisi bir-birininki dushmanligi, bir-biriga ehtiyoji bor. Hamda Amerika buningga o'zi bevosita kirgan chog'da Amerikaninki imperial kuchininki cho'kishi deb desak bo'ladi. Chunki degandek Amerika zaten Afganistan'da 20 yıl kaldı. Irak'ta kaldı uzun yıl. Hem İran'a gelirse bu çıkamaydıgan alette bir kiriş mümkün. Çünkü bütün Orta Şerik'te uğraş gerek. Amerika'nın bugün günde onda iktisadi, onda kütüğündeki onda küçük kalmadı onda. Çünkü septi. Hem yalnızda İran ile uğraşmaydı. Onun üstüne arkada bunu körüşünü kalaydıgan iki tane kişi var. O bulsun mu Rusya ile Xitay. Yani Xitay bir yerde abay deganimizdek qaysi davlatni Amerika ursa, oxidan Xitoy ularni qo'llab kelyapti. Shunga Amerika bir vastlik holatda Iran bilan emas, hatto Rossiya bilan Xitoy bilan urushga kirish mumkin. Bu Amerikaninki agarda kallasi ta'tirchiligisi xatoning bo'lsa, urushga kirish mumkin. Ama Trump çıkıp kalsa, mesela Trump'ın gerçi Xitay Rusya münasebetlerinde Trump çıksa o ikisinin arasına kirip Rusya'nın ayak tartıp çıkış ihtimali var deb qaralsımı. Ama İsrailiya meselesi de Trump belki Biden'dan texmi qarasıgıla İsrailiyani qo'llab tushishi mumkin. Ama onun taxtı xata gapni dedim. Onun padişahımızı neymi taxtini işiltiniz. Xata oldu. Onun işhamlik vaxtida, yani prezident vaxtida urushlarning oldini ola olgan Trump mening ko'rishimda. Mushu Rossiya va Ukrainani urushtirmay turib Putin bilan yiqilisha olgan, Xitoy bilan ikkisining orasiga kira olaymi degan, mushu Isroiliyaning mu Arablar bilan bo'lgan munosabatini yaxshilagan, Saudiya bilan yo boshqalar bilan. Shuning uchun bu hozirgi nimada agar Trump chiqib qolsa, shaxsan mening bir qarashim bu nima İsrailiyani qarasığı qo'llab ur tap mana men buluş tarafının ihtimali qanchalik yoki birinchi qitimda o'tag'idek men urushni amalga yig'ishtirmayman degan shakldagi gipi İsrailiyaga o'tkazalarmi shu gipini? Qaysi yig'ir basa sizcha? Bence birinci urushning oldini olishni tanlashi mumkin deb qarayman shaxsiy qanaatimda. Chunki Amerika'nınki asosiy birinci en mühim deb qaragan o'rin bugün O'rta Sharq emas. Bugün Sharq Osiyo va Sharq Janubiy Osiyoga markaziy shotda Amerika. Chunki o'ziga tahdid bo'layotgan Xitoy bor. Xitoyni bu yerda bu yerga kuch va energiya ajratish kerak. Bu yerga markazlashish kerak. O'rta Sharq Amerika'nınki birinci mühim nuqtasi emas, ama İsrailiyninki bu yerda xavfsizlik nimasi var. İsrailiyninki xavfsizlik nimasida doktrinda bular etrafdagi davlatlarning hammasini shiddatli bir harbiy hujum bilan faollashtirish va shu orqali o'zininki ana tuproqninki aminlikka erishish degan bir doktrin bor. Chunki uzun urushga Isroiliyninki odam kuchi va bu yergi davlatning iqtisodiy nimasi, iqtisod sanoat nimasi bu yerda kutilmaydigan bir narsa bor. Chunki bütün Arab davlatlari bilan qo'shaloq yolg'iz Isroiliya tankab bo'lolmaydi. Son İsrailiyami uzun mezgillik urushga bardosh berolmasligi mumkin. Ham Trumpmi bunaqa bir ziyon bo'lgan urushga kirmay, aksincha diplomatik yo'llar bilan kontaktni ko'rsatib hammasini bir ustalga kelib bu narsani oxirlashtirishi mumkin deb o'ylayman. Ovozingiz kelmay qoldi. Olacak.
Emdiço Endi avazım bak. mı? Endi bakma. He tamam abi mikrofondan biraz meselesi çıkıp bağa şeydi. Hem bir giz avaz var benim mikrofonuma sizden bir avaz çıkıvatıdı tamam da. Hazır nime nutusa kelsek ben demekçi oldum. Bu eğer de uruş to'xtatılsa zaten Netanyahu'nun ama ensireydiğini şu dep qarayman. Uruş to'xtatılsa Netanyahu'nun siyasi hayatı tugışı mümkün. Hatta onu kütüvatkan sotlar var. Şunun için bu gerçekten bir yerdeki bir Gazze'deki bir teritoriyalik uruşunu ilip bir askeri galbini kolu keltürmey turupla her tarafki uruşu hiç kengaytıvatı demdi. Yani Trump eğer uruşunu to'xtatadigan şekildeki mansa demek Netanyahu'dan vazgeçiş bulamda vazgeçiş mümkün mü? Ehtimol çünkü İsrail'e devleti fakat Netanyahu bo'lmagandan keyin menimcha voz kechishi mumkin. Çünkü deganimdek birinchi prioritet eng muhim deb qarayotgan nuqta Sharqiy Osiyo, Indo-Pasifik rayoni. Bu yer bo'lgandan keyin Amerika bütün energiyasini Liyaga tirishi mumkin. Shu sababdan O'rta Sharqdagi urush hem Amerika'nın dikkatini hem enerjisini hem nimisini bölüşü mümkün. Bir adam alva İsrailiyeni üstüde kazandırdığın ve uğraştın böyle neticeye bağlaydığı bir yere bağlayıp durup ahırlaştırıp bu alette kaydı kılışı mümkün. Hep öyleyim. Avaz yok. Sen avazın yok. Yok. Avaz yok. Hem de bak. Hazır süzük. Aziz qarindoshlar, endi ovozim bormi? Ovoz qaysi vaqtdan boshlab ovozimiz bo'ldi, bo'lmadi bilmadim. Bir minutlik oldu. Men bir inkaslar qarab boqay, ovoz bor yo'q deyilgan inkaslar bormi? Qaysi yerdan tartib ketadi, asla bilmay qoldim. Ikki mikrofonning ikkisi bilmayman. Ovoz yo'q, Bilgarbek, ovoz yo'q. Bek uzun bulmamız. Hazır avazın bağı demek qarindoshlar. Baba, hazır. Okey, tamam. Bek uzun avaz yok ketmeganda inşallah. Okey, tamam. Ama iki mikrofon başka signal aralash ketib qopti. Nima undaqda nima uchun Türkiye bu O'rta Sharq masalasida shaxsan mening qarshimda bunda bir nima bor, ehtimollar bor. Hoş. Yani eğer Amerika bu İran bilan urushni agar Amerika ahli realist iqlimning gapini olsa bu İran bilan urushga kirmaydi. Bu hozir sizning deganingizga qo'shilman. U yerga kirib bu o'zining putiga palto chopmaydi. Ammo bu yana shunday xiyoliy iqlimning kayniga kirsa bir APEC deymiz yoki bo'lmasa Yahudi lobbichiligini kuchli kelib bu İran'a mı bir cidalga yoki bir narsaga kirdi deydi. Bunu belki mesela Türkiye'deki bazı böyle komplo teorileri, nazariyalar, şu da deydi İran'la parçalaş projekti başlığında da paraydı. O ihtimallarını ulaştık deydi. Yani İran'a herketke ötüşke Amerika ve İsrail'e desek. Yani bu buluvatkan dersleri Türkiye kandak gördü sizce? Yani İran'la parçalasa, Canubi Azerbaycan çıksa, bu yerde bir 30-40 milyonluk bir Türk devleti kurulsa diyen şekilde bunu bir fırsat görüşü mümkün mü? Bu belki 5-6 yıl demez, belki aldığımız gece 20-30 yıldan işi buluşu mümkün. De karasak. Türkiye bu İran bilen boğan İsrail'e ve başkalarının işini özüge fırsat dep görüşü mümkün mü? Ya ki Hizbullah o bunu iş tüygendikin nöbet bizge kilodu dep Erdoğan İsrail'e bizge kilodu degene dek
tehdit deb görüşü mümkün mü bu İran bilen bo'lgan sürkülüş, İsrail'e sürkülüşünü Türkiye? Bence Türkiye benim rayonum emas bence. Bilmesligim nima bor, ama men qarab ilqi. Tushundiğimchilik faraz qilay, sizlar qo'shimcha qilsanglar bo'ladi. Bence İran'a gelip hücumga kirsa, Türkiye dastlabki nimada aralashi mumkin edi. Logistik bazı materiallarni setish jarayonida foydalanish mumkin bu urushdan foydalanib. Hatta qo'llash mumkin deb o'ylayman. Chunki urushning yamrishi, bu yerga ko'chmanlarning nopostlarning chechilishi, O'rta Sharqni butun qalayimqon qilib yetadigan bir holat shakllandi. Bu Turkiya uchun, Turkiyadagi qo'shni davlatlar bilan munosabatlarni yaxshilayotgan va bu yerga O'rta Sharqqa kimdir bo'lgisal, ya'ni rayonlik bir kuch bo'lishni xohlayotgan Turkiya uchun Turkiyaning jiq projektini buzib yetadi. Bu jihatdan Turkiya qo'llashi mumkin deb o'ylayman İranning oqidan turibchi. Ammo birinchi nimaga bence ehtimolli emasligi mumkin. Tamam. Onu sizlarnikin rayonlar sizlarnikin olsa bo'ladi bu jihatda. Ya tamam. İran Türkiye'nin rayonu olmagan ki bence kim diyemeyim. Ya tamam yani bir karışımızda bir anladım. Hem de çünkü biz Türkiye'nin bu arada biz doğrusu hükümetiyle bizdeki iğirlikmi bizden davarımızdaki bir bunca qeyrindaşlarımızın o yerde buluşu sebeplik o Türkiye'nin muyumluğundan tayin yukarı orundaki bir devlet endi. Şunun için onu koşup kılıp ettim. Unda olsa benim belki yani 5 minut vaktimiz kaldı. Ahırkı sualım buluşu mümkün. Şu Xitay ve Hindistan Katarlık devletler kurup çıkıvatkan BRICS. Bunu Türkiye mi azabı oğallığına abaysız mı dep öttünüz, azabı iltimas sunuğallığı doğru. Bu BRICS'ni, endi bu bir harbiy nima emas, birlik emas NATO qarshi, ammo bir iqtisodiy bir birlik. Bu BRICS'ga siz qanday qaraysiz? Yani BRICS G'arbdagi qaysi narsaning alternativi, G'arbning sistemasidagi qaysi bir qurilmaning alternativi va uning kelgusini predict qilish muammo to'g'ri emas, ammo sizning qarashlaringiz qanday BRICS'ga? BRICS'ning bir iqtisodiy tijorat hamkorlikni asos qilgan holatda bir qurilma qurildi. Buning iltimos qilayotgan davlatlarni ko'ryapmiz. Buning eng asosiy narsa shu G7 ittifoq nimasiga qarshi qurilgan bir nimani ko'ramiz. Bularning maqsad nishoni. Ammo bu BRICS'ning asosiy a'zolarininki o'zaro tepishadigan nimasi bo'lib bu yerda Hindistan bilan Xitoy masalasida bugun birga tijorat qilgan bo'lsa, ammo bularning hal qilinmagan 3 rayondagi chegara masalasi bor. Va buni izchil shaklda tuvanlashtirib, normal chegara holatda hal qilamiz deyotdi-yu, askarlarni to'liq yetkazib ketmadi, faqat sonini va u yerdagi urush qurollarini tushirib-yu. Ammo ikkili tarafga qarasak, masalan, ular logistik bu yerdagi kirishimizni tuzayotidu. Bununla qaraganda ikki davlat yana biz biriga ishonchlimisi o'sishimiz, tijorat bularning ishonchini kuchaytirmaydi, aksincha ishonchsizlikni doim mavjud deb qarayman. Uning ustiga BRICS'ninki yana bir narsa, bir sistemlashgan bir iqtisodiy bir nimasi yo'q. Bir qurilmasi rasmiy qurilgan. Anonki bu ittifoq bir siyosiy va anondan keyin bir askariy bir ittifoqlik nimasi yo'q. Şun bununki ko'zlagan nishonga yetishiga nurg'un to'solg'ular mavjud deyman. Ammo bular eng chong qazanadigan, bularni o'rtaq biriga kelayotgan nuqta Amerikaninki o'sha pul muomala sistemasi masalanchu dollar bilan dunyoning iqtisodiy tijoriy nimasini kontrol monopollik nimasini yetkilantirayotgan bir masala mavjud. Buni mayli Hindiston bo'lsin, mayli Rossiya bo'lsin, Xitoy, hatto Saudiymi bu narsalarning nimasini bo'yniga solgan bu zanjirdan chiqib ketishni xohlaydi. Xitoy bu BRICS orqali eng chong shu narsaga yetyapti masalan, Abay deganni unutibdimi? Amerika dollarining dunyo iqtisodining o'zi pul ishkanligidek o'rniga qarshi demak. To'g'ri. Masalan, Rossiya bilan Xitoyning o'rtasidagi mutlaq ko'p sondagi tijoratda Xitoy puli bilan Rossiyaninki pulininki ko'ryapmiz. Bu hamda Amerika uchun g'oyat zo'r mag'lubiyat bu narsa uchun masalan.
Tamam, o nimaga rahmat unda qilsa, ya'ni bu BRICS'da har xil nimalar bor, jihatidan kirib bu Amerika dollarining dunyo iqtisodidagi monopollik o'rniga qarshi deymiz, bek udul toshkaga bek ixcham nim bo'ldi. Javob bo'ldi. Javoblaringizga ko'p rahmat. Ammo yana bir bek so'yingan yerim, nihoyat vaqtni kontrol qilgan asosda har bir savollarga vaqt tejigan asosda nihoyat yaxshi javob berdingiz. Rostdan desam, bu Suriyada o'rta sharqda bo'lgan bu narsalar to'g'ri bana savollar tushib ketganligi uchun bundan programmadan burun ashidimi so'zlanadi. Mana asli temaga biroz so'qinib akirishda biroz qalayqachilikka sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Agarda nima istasa, kesin gelip oldu. Biz ikimiz çekpek şekilde Otur Şerif'linkini ayrım bir tema kılsak buludu mesela ki. Buldu. Yani bizden aslında Çekpek şekilde. Buldu. Bizden yani planlarımızdan sırt bir yeni bir breaking news'lar bulup ketkeşke ben sohbet etkeşke mecbur kaldım. Şu biraz nimege temalarda biraz çeçiliş olgan bulsa o benim ayıpım. Ama Yaxşı. Köpten köp rahmet, nihayetimi vaqtni tejigan asosda 1 soatdan ichida bekmi yaxshi ixcham shaklda udul toshko'ga javobni berdingiz. Undan keyin sizga hozir ko'pdan ko'p rahmat aytib, siz bilan bir qo'shilshay oldida sizga ko'pdan ko'p rahmat. Sizga ko'p rahmat. Hurmatli qarindoshlar, bu yerda bir qancha nuqtani day Nicat Bek'e köpten köp rahmet eytimen. Birincisi qarindoshlar biraz ovozdan masala chiqqanligini bayqadim arliqda, ammo inkaslarga va boshqa narsalarga qaramaganligim uchun qanchalik vaqtida ovoz chiqmadi bilmayman. Inshaalloh ozroq vaqtida bo'lishini umid qilaman. Shuning uchun ko'rilgan qarindoshlarga vaqt munosabati bilan hamda programmani mushahada tugataman. Yana bir tema amaliyotda buni bizning ekranlarda deyishimizdan hojat yo'q, lekin buningga diqqat qiladigan qarindoshlarimiz borki, ya'ni bizning bu ekranga public figure bo'lib chiqqan vaqtimizda bizning kiygan kiyimimizdan, turqimizdan tortib har bir narsaga, hatto ishgan kurushkimizgacha, hatto shunga qadar inkas bildirganlar bor ekan. Qarindoshlar buningga biroz ajoyib ko'ringan bo'lishi mumkin, ammo bu mening qizimning dadlar bayramidagi sovg'asi. Shuning uchun hamda bu to'g'risida fikirga qiziq bu yerga markazlashmay, inshaalloh biz sunayotgan mazmunga markazlashsanglar nihoyat mamnun bo'lamiz qarindoshlar. Yana desak, yana shu unutmasligimiz kerak bo'lgan nuqta qarindoshlar, Manas daryosi bo'yidagi taslimiyatchilikdan emas, Talas daryosi bo'yidagi jasoratdan ilhom olamiz. Hammalar omon bo'ling.